Assalomu alaykum, hurmatli opa-singillar. Bugun biz Praganing arzon variantini pishiramiz. Atigi bizga 4 ta tuxum kerak bo'ladi. 4 ta tuxumni videoda ko'rsatilgandek chaqib olamiz. So'ng piyolani to'ldirib 2 piyola shakarni solamiz va mikser yordamida yaxshi ko'pirtirib olamiz. Taylarda shakarning qirindilari qolmasligi kerak, yaxshi ko'pirishi kerak. Mikser yordamida yaxshi ko'pirtiramiz. So'ng shunaqa smetanani solamiz. Bitta smetanani solamiz. So'ng 1 qoshiq razrahidl, 1 qoshiq vanilin va 1 qoshiqcha chayni soda solib, 1 piyola simichka yog' solamiz va hammasini bir xil massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. So'ng aralashtirganimizdan so'ng 2,5 piyola un solamiz. 2,5 piyola un solib bo'lganimizdan keyin xuddi mana shunaqa kakaodan hammasini solib yuboramiz. Mana shunday qilib yaxshi aralashtiramiz. Xuddi shu holatga kelishi kerak. Ya'ni mikser bilan ko'targanlarida o'sha aralashtirilgan massa ustida turishi kerak. So'ng ustiga atigi 2 qoshiqgina varyoniy moloko, diva yog'idan ozgina solib, ozgina issiq suv solib ko'pirtirib olamiz va pishib chiqqandan so'ng ustiga xuddi shunday surkaymiz. Ishoninglar, shunaqa shirin bo'ladi. Haqiqiy Pragani ta'mini beradi. Lekin bu hamyonbop va arzon bo'ladi. Hammaga rahmat.